videoni qo'yib, xuddi shu holatga tushib qolmaslik to'g'risida, oldi tormozni qanaqa bosish kerak, qanaqa foydalanish kerak to'g'risida gapirgan edik. Lekin shunaqa savollar bo'ldiki, biladiganlar, orqa tormoz ham bor-ku yoki mototsiklda faqat oldi tormozmi, orqa tormoz yo'qmi degan savollar berishdi. Mototsiklda orqa ham, oldi ham tormoz bor, albatta. Orqa tormozni xuddi shu holatda oyog'imizda bosamiz. Orqa tormoz 20-30% to'xtaydi, to'xtashga yordam beradi. Oldi tormoz bo'lsa 70-80%. Buni baravar bosamiz. Baravar bossak, plavni to'xtaydi. Agarda oldi tormozni tezlanib kelayotganimizda, oldi tormozni o'zini bosib to'xtaydigan bo'lsa, 10 metrda to'xtasa, agarda orqa tormoz bilan baravar bossak, o'sha 6-7 metrda to'xtaydi. Samarali to'xtash bo'ladi. Tormozdan foydalanish, to'g'ri foydalanishni tushuntirganmiz oldingi videoda. Bemalol kirib ko'rsanglar bo'ladi. Bu videoni keyin aka-ukalarga, endi boshlayotgan, endi mototsiklga o'tirayotganlarga jo'natib qo'yinglar. Sezon boshlanyapti. Juda ham ko'pchilik kiradi mototsikl temasiga. Shunaqa qisqa videolarni ko'rib qo'ysa ham ancha foydali bo'ladi degan umiddamiz. Oldingi videoni ko'rib ko'ringlar.